Hozirgi kunda allergik kasalliklar, ya'ni umumiy inson hayotida allergik kasalliklar ikkita faslda ko'proq rivojlanadi. Ya'ni qo'zg'aladi, paydo bo'ladi yoki yoshirincha davr bo'ladigan bo'lsa namoyon bo'ladi. Bu fasllar bahor bilan kuz fasliga hisoblanadi. Ya'ni bahor va kuz fasli allergik kasalliklarni avj olishi yoki yoshirincha bo'lsa ko'proq namoyon bo'lishi ikkita faslda ko'proq bilinadi. Endi bu kasalliklar qanday? Misol allergik turlarini sanab o'tadigan bo'lsak, temiratki, ya'ni rus tilida aytganda psoriaz, teri ekzemasi, burun bo'shlig'i va nafas yo'llari allergik kasalliklar, astma bronxitlar, xo'p, changga bo'ladigan allergik kasalliklar, hayvonlarda yungidan tegingan holatda yoki oldidan o'tganda, o'sha holatda, daraxt gullaganlarda umumiy burun bo'shlig'i, nafas yo'llari allergik kasalliklar, allergik rinitlar, gaymaritlar hattoki ikkita faslda ko'proq rivojlanadi. Endi bu kasalliklarni olib keluvchi sabablar nimalardan iborat? Bu xo'p, hayotimiz davrida ko'proq xatolarga yo'l qo'yamiz, ya'ni inson burun nafas yo'llari qizigan vaqtida issiq joydan sovuq mahsulotlarni issiq joydan sovuq joyga birdan to'satdan chiqish holatlarida, terlab turib sovuq mahsulotlarni ichish holatlarida nafas yo'llari, bronxit, allergik astma, burun bo'shlig'i, ya'ni changligi sezuvchan bo'ladigan holatlar, allergik rinitlar ko'proq bu holatlarda kelib chiqadi. Demak, bu kasalliklarga qanday choralarni ko'ramiz? Eng avvalo insonni o'sha bemorning hayot muhiti yaxshilanishi kerak. Chunki agar u doimiy changda ishlab turib teri kasalliklarimni yoki nafas yo'li, burun bo'shlig'i, allergik holatlarni yaxshi qilaman desa, adashadi. Bunda asosan uni tashqi muhiti, yon atrofdagi va u ishlaydigan muhitni yaxshilash kerak. Demak, changda ishlaydimi, na teri kasalligi, na nafas yo'llari, na burun bo'shlig'i kasalliklari yaxshi bo'lishi qiyin bo'ladi. Muhiti yaxshilanadi va undan tashqari va shu bilan birgalikda parallel ravishda kasalliklarga foydali mahsulotlar, ya'ni giyohlardan foydalanadi. Bulardan qanday? Misol uchun burun bo'shlig'i, nafas yo'llari, burun bo'shlig'i allergiyalari uchun ramashkani yarim choy qoshiqchani bir piyola qaynoq suvga solib, ramashkani damlab, bu bilan burun nafas yo'llari, tomoqni g'arg'ara qilish, burunlarga suv tortib va burunni o'sha ramashka suvi bilan yuvish bu allergik kasalliklarga bitta foyda qiladigan bir giyohlardan biri hisoblanadi. Va undan qo'shimchasi yantoq ildizi. Bu ham qonni tozalaydi, ham jigarni tozalaydi. Temiratki, ya'ni psoriaz, teri ekzema kasalliklarida yantoq ildizini choy qilib damlab ichish. Buni qanday bo'ladi? Maydalangan yantoq ildizini bir osh qoshiqini 1 litrga damlab, kuchliroq holatda ichaman desa, 2 choy qoshiqcha yoki 1 choy qoshiqchani 1 litrga damlab. Ikkita dozada bo'ladi. Bu katta yoshli va kichkina bolalarga holatiga qarab beriladi. Endi agar ildiz ya'ni maydalanmagan ildiz bo'lsa, bu qaynatiladi. Agar maydalangan ildizlar bo'lsa, bu choy qilib damlanadi. Shuni ham inobatga olish kerak. Demak, yantoq ildizi teri kasalliklar, ya'ni allergik holatlar, psoriazlarda choy qilib damlab ichish boshlanish holatlarida ancha samarali giyoh ildizlardan hisoblanadi. Va bu bilan birgalikda o'zimizning sodda giyohlardan biri namatak ham qonni tozalash, qonni suyultirish xususiyatiga ega bo'lib, bu ham teri kasalliklariga, taloq jigar kasalliklariga foydali o'simlik mevalaridan, butasimon o'simlik mevalaridan hisoblanadi. Teri kasalliklariga va shu bilan birgalikda u bemorlarni yuvuntirish qanaqa? Misol uchun isiriqdan damlab, deylik, 2 osh qoshiq darajada olingan norma isiriqni yarim satil qaynoq suvga solib, bu bilan ham teri yuvilsa ham teri ekzemalariga, allergik holatlarga yaxshi samarali qaynatma hisoblanadi. Allergik burun bo'shlig'i kasalliklar asosiy hamkor a'zo bilan bog'liq bo'ladi aksariyat holatlarda. Misol uchun allergik burun bo'shlig'ida allergiya bo'lgan insonlarda ko'proq o't qopi zararlangan bo'ladi. Demak, o't qopini davo qilmasa na tabib, na doktor u insonni allergik holatlardan yaxshi qilishi juda qiyin bo'ladi. Bunda qanaqa holatlar bo'ladi? Misol uchun bizning Narpay tabobatda davolash bo'limimizda u bemor birinchi navbatda ichaklari tozalanib qistiriladi va shu bilan birgalikda o'zimizni maxsus miyani, burun bo'shlig'ini tozalaydigan giyohlar orqali burunga hidlatilib, aksirtirib, miyadagi yiringlik, allergiya qo'zg'atuvchi yallig'lanishlarni suv kabi eritib oqizadigan usullar orqali davolanadi. Ya'ni, xo'p, uy sharoitida
yuqorida aytib o'tgan ramashkali suv bilan burunni yuvish, ma'lum vaqt sho'r achchiq ovqatlardan parhez qilish, namakoblik sovuq mahsulotlardan, fast foodlik mahsulotlardan, ya'ni fast foodlik mahsulotlardan chegara qilib, ya'ni o'shalardan parhez qilib, qaynatma, yengil, hazmi yengil bo'ladigan ovqatlarga o'tilmasa, bu kasalliklarni yaxshi qilish juda murakkablashadi. Allergik, ya'ni bahor va kuz faslida kelib chiqadigan allergik kasalliklardan bugungi qisqacha bo'lgan fikrimiz, tavsiyalarimiz shulardan iborat. Keyingi videolarimizni kuzatib boring. Bizni YouTube kanalimizga a'zo bo'ling. Bundan ham yangi ma'lumotlarni berib boramiz.